Assalomu alaykum aziz ayollar. Nima uchun ko'kraklarimiz shakli o'zgarib ketgani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bularni hozir sababini ko'rib chiqishdan oldin siz ishlatib ko'rgan mahsulotlaringiz, ya'ni kremlar, filler nimadan foydalangansiz yoki bir qanaqadir mashqlardan foydalanib ko'rgandirsiz? Bularni kommentariyaga yozing. Albatta o'qiyman. Endi nima uchun ko'krak shaklimiz o'zgarib, bizga o'zimizni qoniqtirmaydigan darajada cho'zilib, osilib qolgan, ichi xuddi havosi chiqib ketgan sharni singari burishib, tirishib qolgan. Bo'm-bo'sh shar singari yumshoq bo'lib osilib qolgan. Buni birinchi sababi ichki kiyimda noto'g'ri tanlaganimiz, ya'ni siqib tepaga ko'tarib turadigan, biz ko'kraklarimiz qancha osilgani sari biz yana ham tepaga ko'tarib, yana ham chiroyli ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu narsa qon aylanishini buzib tashlaydi, limfa oqimini to'xtatib qo'yishga sabab bo'ladi. Xo'p, ikkinchi sababi gormonal o'zgarishlar, tug'ruq, emizikli davr va bizni yoshimiz kattalashi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Sizni agar gormonlaringiz to'g'ri normada ishlamasa ham ko'kraklaringizga ta'siri bo'ladi. Estrogen degan gormonimiz agar normadan yuqorilashib ketsa, bu albatta ko'kraklarimizning shakli buzilishiga sabab bo'ladi. Homiladorlik paytida sut bezlarimiz yaxshi ishlaydi, qanaqadir to'lishib qolganga o'xshaydi. Lekin tug'ruqdan keyin emizikli davrda u sekin-sekin shaklini buzilib, shakli buzilib, cho'zilib boradi. Biz o'ylaymizki, emizikli paytda farzandimiz cho'zib emgani uchun bu ko'kraklarimiz osilib qolyapti, terisi burishib, ichi bo'm-bo'sh bo'lib, xuneylashib qolyapti deb o'ylaymiz. Aslida muammo sizni ichki holatingiz. Bu degani ichki mushaklaringizni tonus yo'qolgani degani. Bunga albatta qon aylanishi buzilgani, limfa oqimi yaxshi bo'lmayotgani sabab bo'ladi. Ichki mushaklar haqida o'ylamaymizda, faqat tashqi taraflama parvarish qilishga urinamiz yoki tez muammodan qutulib, muammoni hal qilishga urinamiz. Biz osongina filler quydirib yoki bo'lmasam ishirib qo'yuvchi kremlardan yoki yana bir qanaqadir vositalardan foydalanishga shoshilamiz. Lekin muammo ichkarida. Sizni gormonlaringiz joyida ishlamasdan, mushaklaringiz tonusi yo'qolgan ekan, ko'kraklaringiz umuman o'zini holatiga qaytmaydi. Shu mushaklarni tiklab, ichki tonusni yaxshilash bilan biz muvaffaqiyatga erishamiz. Ko'kraklarimiz o'zimizni qoniqtiradigan darajada chiroyli, ko'rkam bo'ladi. Endi bu muammolardan tashqari ichkarida yana qanaqadir yashirinib yotgan tugunchalar bor. Bular fibroz bo'lib, ozgina kichkinagina tuguncha bo'ladi. Kichkina tuguncha keyin kistaga aylanadi, kista kattalashib mastopatiya tugunlari bo'ladi. Bularni siz yashirin formasida umuman bilmaysiz, u ikki xil turda bo'ladi. Ba'ziga mastopatiyada og'riq sezasiz, ko'kraklaringizda og'riq paydo bo'ladi. Ba'zida esa ikkinchi formasida umuman og'riq sezmaysiz. Prosta kasallik ichkaridan rivojlanadi. Buni aniqlash uchun sizga diagnostika darsligi tayyorlab qo'yganman. Buning uchun avvalgi botga qaytib, diagnostika darsligini olishingiz mumkin.